Assalomu alaykum. Bugun 24-noyabr. Xudo xolasa mana dekabr oyi ham kirib kelyapti. Issiqxona yangi qo'ygan issiqxonamizdan video qilmodim. Mana ay tomonda mevalarda pishish jarayonlari ketyapti. Bu yerda ham bir ko'rsatib o'tay. Videolarda bittasi yozibdiki, yangi teplitsani ham syomka qilib qo'ying degan ekan. Buni syomka qilyapmiz, xudo xolasa inshaalloh. Eslayanda bo'lsa kerak, ikkalimiz kichkina edi. Mana o'sha ancha o'zini yushab, kattalashib, mana qilib gullab. Xudo xolasa inshaalloh zo'r. Natijalar a'lo. Mana. Xudo xolasa qaranglar, ko'z tegmasin. Xudo xolasa. Mana. Gullarda. Nimadan gullab ketyapti. Biz gullarni telab qoldirdik. Shu yoqqanni ikkitasini, uchtasini qoldirib qo'yamiz. Keyin qo'yib tashlaymiz degan maqsadda. Mana meva qaranglar. Video uchun bitta like bosib qo'yinglar endi. Shuncha mehnatga deydi-ku. Xudo xolasa inshaalloh mana yana bitta gullar o'sha meva tugish boshladi. Bu Yevropaning Murana sorti bu. Misol uchun koreyskida gullatalmay qiynalasa, bunda gulini uzib qiynalamiz. Yevropaning mana shunaqa. Gullab ziraytiraveradi, zo'r voqea shular qoldirib qo'ydik ekan. Umuman bag'iga o'sha gulni qoldirib qo'yapmiz bag'iga. Mana gullar kelib chiqaveradi tagidan mana yangi. Mana. Gullab chiqaveradi. Zo'ramiz. Endi bu yoqni uzmay qo'ydik, qolgan bo'ldi. Xudo xolasa. Mana. Inshaalloh. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, gumbillatib, bizni qo'llab-quvvatlab, ko'chalarimiz yoqqan bo'lsa ham, zo'r ekan deb yozib qo'ysangiz, xursand bo'lamiz. Kech payt isitayapmiz. Где-то 10-11 ushayapmiz. Kechqurun. Kunduz hozirgi paytda где-то 20-25 ushab turibmiz. Osh chizib ketib qolsak, furchkani ochib qo'yganmiz. Mana furchkalar ochiq. Mana radiatorimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Ishlarga omad hammalaringni.